Mana 3 soat ishdan keyingi yuzim. Hammaga salom qizlar. Sizlar bilaman. Meni yuzim hozir rosa nima bo'lib ketgan. Mana terlar mana yig'ilib qoldi deb tanakkuslasam keyin poralarim ham bor. Shuning uchun bugun sizlar bilan yuzimni peeling qilamiz. Mana doktor Jeyrat yo'yanaga tutib ko'ramiz. Qizlarga ham bitta narsa, yuzingni ham yuvishdan oldin doim tishingni ham birinchi yuving. Tish yuvgandan keyin mana peeling bu mini varianti. Uni birinchi tashlab olamiz. Mana shunaqa holatda bo'ladi, uni yuzga sekin surtaymiz buni. Hamma joyiga. Tashlaymiz. Endi mana yuzim, mana terim silliq, dimdoq mana. Hozir mabodo tonalka nimadir ishlasam ham bemalol silliq. Endi penka, bu poralari penkasi. Bu hamma yuzga tushadi. Hamma penka ishlatsa ham yuz tortishadi. Bu yog'li terlar uchun shu poralari borlar uchun mana shu. Ko'zdan penkasi tushmay silliq ketadi. Terim silliqlikda. Bu matosh ishlatsa tamom. Peelingni bir haftada 2 marta. O'tda nima bo'lgan bo'lsa 3 marta ishlatish mumkin. Undan ko'p yuzni quritish mumkin. Chunki quruq terlar bir haftada 2 marta ishlatsa bo'ladi. Haftada 1 marta ham bo'ladi. Chunki bitta 60 ga 120 million sana 6 oydan beri yetaveradi. Ayniqsa. Variant endi bunga terini sal tinchlantirish uchun toner ishlatamiz. Toner mana yuzni tinchlantiradi. Penka yuyinadagi yuz ofis shinnet. Faqat teri ko'chada deydi, xuddi shunaqa. Bo'lma 2 etajli, 2 etapli etajlimiz. Etapli chiska qilib shu toner bilan kerak. Mana ampulla ham namlantiradi. Hozir yuzimga nam bersa ham kerak. Peeling ham penka ham yuz quritadi. Bu yuz penka ham, hamma penka ham yuzini namlantirib qo'ymaydi. Men ham qilib qo'yishim mumkin. Lekin baribir tortishdi, tozalaydi. Endi vitamin C li bu ampulla. Shisha ekan qo'yib qo'ydim. Nega shisha edi? E'tibor bermayman. Bu idish ham shisha. Qayerda sinmaydigan shisha qilibdi. Anish. Bu Fransiya bo'lgan faqat shisha. Yoqib sezib tursa shisha. Mana. Bu yuzga yaltiroq glow deydi, yaltiroq effekt beradi. Qo'lim nimaga bo'lganmi? Kremim tugadi qizlar oxirgisi mana. Ba'zan shuni qo'laman, toner, ampulla bilan serum ishlatgandan keyin nima krem ishlatib oladi. Shu bilan to'xtatsa bo'ladi. Endi kunduz bo'lsa SPF ishlatib olasiz. Endi menda hozir mana o'sha yig'ilib qolgan tonalka buni ishlatamiz. Qani yig'ilamiz. Bunda SPF ham bor, chunki alohida SPF ishlatish shart. Mana ishlatgan tonalka, o'sha krem qo'shilgan hammasi SPF bo'ladi. So'rashib qo'ying. Shunga ketadi. Yig'ilish yo'q. Silliq. O'shancha o'g'il bola hamma ko'chada ko'rgan qizingni "Vau, chiroyli ekan" deyvermani. Mana shunaqa shpekulovkalar ustab yurishadi. Chunki eng chiroyli ayol bu o'zingizdan yoningdagi ayol. Unga mash o'xotlar shunaqa qilib bo'lsangiz borku ko'chadagi mingtasidan 1000 barobar go'zal bo'ladi. Nima deysizlar qizlar, gapim to'g'rimi? Bu zo'r. Tik qismiga kimita bilan boshlaylik, qalam bilan emas. Chunki men yuzimga ko'proq pomada qo'ysam sразу ochiladi. Pomada qo'yib, ming makiyaj qilib turib pomada qo'ymasam yuzim holati. Shunga pomada bilan qo'ysam. Pomada, tonalka endi qo'shib qo'yamiz. Daysodagi eng qimmat qalam. Shu qalam yo'qdi. Lekin borku, mana qashini bo'yash bilmaydiganlar uchun menga o'xshab zo'r variant ekanda. Ichini bo'yab olasizlar degan boshqacha. Qalam bilan chekkasini chizib qo'ysana. Buni bunaqa qalam bilan chekkasini. Do'q. Hop. Bitta. Ding, o'rgandi. Men o'sha makiyaj qilib bilmaydiganlar uchun life hack. Qizlarning makiyaj qilishni bilmayman. Menda makiyaj qilish o'rganish shart emas. Men o'zimga yoqqanicha qilib ketaveraman. Yarashadimi? Xudo oynaga qaramay yarashdi. Tamam. O'zimga yoqsa bo'ldi, boshqalar bilan ishim bor deydi. Xuddi shunaqa. Endi tem qo'yamiz.
Ko'zim tagimda chizganim ko'zingdan chiroyliroq kattaroq qilib ko'rsatdi. Keyin buni tagiga mana tagimda och rangdan yaltiroq o'xshasa yana ham zo'rmash och bor-ku. Bunda sirosani ko'zingdan chiroyli ko'rinadi. Mana telefonga zo'r bilmayman, lekin realni qarasam ko'zingdan chiroyli ko'rinadi. Bir o'yni o'zingdan dakka ishlatib qilib ko'ring. Ba'zilarcha qosh bilan bergani yoqadi. Menga qoshim bermasam va aroq qosh va yo'q. Uchinchi qoshim berib tamom. Joy to'q qilib berib. Ko'p kishi chizdirib oladigan chizdirgan qosh yoqmaydi. Men o'zim qoshim shu bergan ham bo'ladi. Vaqtim juda ham ko'payib ketdi. Ayrim joylarni 2x 3x qo'raman, 5x qo'raman chizdirgan. Menga kiprikda uzun qilib toshlar yoqadi, yoqmaydi emas. Kam ishlataman. Chunki kiprik ham zararli, og'ir qilib ko'proq to'kilishi mumkin. Chunki nijniy toshlar ishlataman. Chunki tosh qanchalik og'ir bo'lsa, kipriklar tizga zarar bo'lishi mumkin, qo'zg'ab bilmayman. Ko'p kishi zararsiz naqa deydi, bilib bo'lmaydi. Chunki kipriklar juda ham nozik, bitta ko'zingdan ish qazanish kiprigini uziladi. Menga tasavvur qiling, uzun kiprik tosh qo'ysan, uyga tingdan 5-6 uzilib ketadi. O'zi siyrashi keladi, qalin tosh qo'yisham. O'sha nijniy, o'zi kiprigini bo'lib, sal qayirib qo'ysana bo'ldi. Yo'q, vaqt kipriklar bor, shunday qo'yib. Bu ham balki zararli to'g'risi bilmayman, mana chunki meni fikrim bo'yicha zarar. Endi do'stlar fikri qo'ying. Bu yana chiqam ishlatmayman, sababi Moskvadamanda. Moskvada ishlab. Boshqa hayotda zo'r ekan, qilib O'zbekistonda o'z olaylik. Mana stikli, mana. O'sha zo'r, menga yoqdi. Qayerda mashina do'sondan bo'ldi, qayerda. O'sha yengil, shuna shig'ilib yosana, o'sha chiqadi. Har xillar chiqadi. Har xil nimalar. Zo'r yaltiratar ekan. Tabiiy yaltiratar ekan. Sразу ko'rsatadi, xayolotlar emasda, tabiiy yuzingdagi mana. Endi oxirgi navbat bo'lmaysiz. Bu toshdan keyin cho'planavermaydi, qizlar mana. Ko'p toshlarni oqsana ko'zda pishib asab o'ynatdi. Yo'q, yurgan cho'planadi. Bu tosh unaqa emas. Suvda yurib ketadi, suvda yurib ketadi. Mana ishxonada maska ham taqib yurganman.